Belga kanli start-stop qo'yib berib turgandek 9 ta sim bilan ulanishini bilganlar uchun eslatma, bilmaganlar uchun yangilik ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, bag'dan chiqqan zamoy yo'lanadigan stikeri bor. Bundan ikkita qism chiqqan. Buni zamoyda stikerida ikkita qismiga farqi ulab qo'yiladi. Buni o'ng chapini farqi yo'q. Buni zangor sim bu stikerda boshidagi kalt ochgandek yo'lanadi. Buni sarig'i bo'lsa assiga yo'lanadi. Bag'dan 5 dona sim chiqqan. Qizili shaytda plus bor, mana shu burchakda ochib olinganda. Qorasini KPPni simiga qo'shib turib, massaga berib qo'yiladi. Qizili pastlarning mana shu qizilda ko'k palasali qalin simga. Buni sarig'i benzin nasos, bitta seriy sim bor. Shuni benzin nasosga berib qo'yiladi. Bitta tormoz qolyapti. Tormoz shu qizilda ko'k palasali ingichka sim, rangini eslab qolasizlar. Shuni berib ulab qo'yilsa bo'ldi. Chiroyli bo'lib ishlaydi. Ishlashlarini ham ko'rsataman.